Assalomu alaykum muslimalarim. Yaqinda qatgadir mehmonga bordim va shu cheescakedan yeb ko'rgandim. Mazasi shunaqa yoqqandida o'zim tayyorladim. Masalliq ayamaganim uchun menda yanada mazaliroq bo'ldi. Pecheniyeni maydalab xona harda eritilgan margarin yoki sariyog' bilan aralashtirib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib qolipga joylab olamiz. 10 daqiqaga sovutgichga yuborib, alohida idishga tvorojniy sir, shakar, kukuruzniy kraxmal, qaymoqni solib, yengil miksirlab olamiz. Massamizga 4 ta tuxumni ketma-ketlikda bittadan solib, miksirlashni davom etamiz. Teng 2 ga bo'lib, bir qismiga eritilgan shokolad solamiz. Qotib olgan go'sht ustiga meshokdan chiqarib, tekislab, yana yarim soatga sovutgichga yuboramiz. Biroz qotgach, ikkinchi massamizni ham siqib chiqaramiz, shunda aralashib ketmaydi. 1 soat davomida lesga suv quyib pishirib olamiz. Pishgan cheescake'imizni obdon sovutib, ustidan ganash qo'yamiz. Ganash uchun qaymoq hamda shokoladni aralashtirib olamiz. Retsept tayyor, yoqqan bo'lsa nodirangizni duo qilishni unutmang.